Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Sizga qarzdor kompaniyalardan pullaringizni o'z vaqtida ola olmayapsizmi? Unda quyidagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Agar sizga qarzdor kompaniyalardan siz ko'rsatilgan xizmatlar yoki sotilgan tovarlar uchun pul mablag'larini o'z vaqtida ola olmayotgan bo'lsangiz, siz bankingiz orqali to'lov talabnomasi yordamida ushbu pul mablag'ini talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Faqat buni ayrim muhim e'tibor qaratish kerak bo'lgan joylari bor. Avvalambor, siz shartnoma tuzish jarayonida agar xaridor yoki buyurtmachi ko'rsatilgan xizmatlar yoki sotilgan tovarlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan holatda ijrochi yoki sotuvchi, demak xaridor yoki buyurtmachining bank hisob raqamiga akseptsiz, ya'ni uning roziligisiz to'lov talabnomasi yuborish va tegishli qarzdorlikni undirib olish bo'yicha tegishli bandlar kiritib ketishingiz lozim bo'ladi. Bundan tashqari, sizga qarzdor kompaniyadan solishtirma dalolatnoma va qarzni tan olganligi to'g'risida xat ham olishingiz lozim bo'ladi. Demak, sizda ikki tomonlama yoki bir tomonlama imzolangan solishtirma dalolatnoma va sizga qarzdor kompaniyaning haqiqatdan qarzini tan olganligi haqida xat olishning imkoniyati mavjud bo'lsa, ushbu hujjatlarni ilova qilgan holda siz o'z bankingiz orqali sizga qarzdor kompaniyaning bankiga to'lov talabnomasini yuborishingiz lozim bo'ladi va u kompaniyaning banki o'z o'rnida hujjatlarni ko'rib chiqadi va talabnomada ko'rsatilgan pul mablag'ini sizning hisob raqamingizga o'tkazib berishi lozim bo'ladi. Bunda asosiy e'tibor, demak, sizga qarzdor kompaniyaning haqiqatdan qarzini tan olganligi to'g'risidagi xat juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Aks holda, demak, sizga qarzdor kompaniyaning banki 10 kun ichida u kompaniyaga xabar qiladi, ya'ni sizga mana bu kompaniyadan qarzingiz mavjudligi haqida va bu qarzni to'lash bo'yicha talabnoma keldi. Buni tasdiqlaysizmi yoki отказ bekor qilasizmi degan mazmunda, demak, bank o'z mijozidan so'raydi. Agar sizga qarzdor kompaniya bankka yo'q, demak, bu kompaniyada qarzim mavjud emas yoki bu to'lov talabnomasini ijrosiz qoldirishini so'rab xat bilan murojaat qilgan holatda esa unga xizmat ko'rsatuvchi bank to'lov talabnomasini ijrosiz qoldirishi mumkin. Agar sizda qarzni tan olganligi haqida xat mavjud bo'lgan holatda bank sizning sizga qarzdor kompaniyadan so'rab o'tirmasdan uning bank hisob raqamidan qarzdorlik mablag'ini sizga o'tkazib berishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, debitorlardan qarzdorlikni undirishning boshqa yo'llari ham mavjud. Bu yo'llar to'g'risida keyingi videolarimizda ma'lumot berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.